Mashinamizda Nissan Patrol mashinasi. Bunga 360 kameralar yo'q edi. O'zimiz mashinada 360 kameralarni qo'yib, bularga monitor olib kelib, monitorlarni ham qurolli ishlarni qildirganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. 360 kameralari, yonlari, boshqasini aylanib ko'rsa bo'ladi atrofdan. Pоворot chapga yoqamiz. Chap tomon, mana ko'rsanglar tomonni ko'radi. O'ng tomon. Задний ko'ramiz. Zadniy chiqarsa oldiga o'tadi. Oldi mana ko'rsanglar, nomerni ham ko'rsatadi. Parkovka ham juda ham qulay. Kimga shunaqa yaxshi sifatli monitorlar kerak bo'lsa, zakaz asosida olib kelib beramiz ham. Chiroyli qilib ustanovkalarni ham qilib beramiz. Mana bunda YouTube, Instagram, Waze, Yandex.agida nima kerak bo'lsa ustanovka qilsa bo'ladi. Chunki bunda Play Marketlari bor. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.